Hech qanday o'lchov idishlarisiz shunday ko'rinishdagi mazali shirinlik tayyorlashni istaysizmi? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Idishimizga 100 gram sariyog', 1 stakan shakar, 3,5 osh qoshiq salat moyi, 1 choy qoshiq vanilin, 1 chimdim tuz solib, shakarlari eriguncha yaxshilab mikser qilamiz. Ketidan 3 ta tuxumimizni chaqib, yana bir marta aralashtirib olamiz. 1 stakan sut, 2 stakan un, 1 choy qoshiq iste'mol sodasi, 1 choy qoshiq kakaoni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va oldindan qizdirilgan duxovkada 180 darajada 20 minut pishiramiz. Kremi uchun 350 gram 45% qaymog'imizga 8 osh qoshiq sug'ushonni molakoni oz-ozdan solib, qattiq krem qilib ko'pirtirib olamiz. Tayyor biskvitimizni xuddi shu ko'rinishdagi bo'laklarga ajratib olamiz. Qaymoqli kremimizni men gulli nasatkada chiqarib oldim. Sizlar xohishingizga qarab qanday nasatka bo'lsa, o'shanda foydalanishingiz mumkin. Ko'rinishi ham mazasi ham ajoyib bo'lgan mazali shirinligimiz tayyor.